Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida kelajakka qadam loyihasi doirasida tadbirkor elga madadkor shiori ostida o'z biznesingni boshla mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Tadbir yoshlar o'rtasida biznes tahlili, loyiha boshqaruvi, marketing va moliyaviy savodxonlik bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Seminarda ishtirokchilar mutaxassislar bilan bevosita muloqot qilish, o'z biznes g'oyalarini taqdim etish hamda ularni amalga oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar olish imkoniyatiga ega bo'ldi. 2020-yilda tekstil sohasida tadbirkorlik boshlagan bo'lsam, mana endi hozirda 1 milliard so'm miqdorda kredit olib, tadbirkorligimni yanada rivojlantirishga hissam qo'shmoqchiman. Bu aynan bitiruvchilarga berilgan imtiyozli kredit deb aytishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Bundan nafaqat men, balki ko'plab bitiruvchilar aynan bu loyihadan foydalanib, o'zlarining bizneslarini boshlab olish uchun juda katta imkoniyat deb o'ylayman. Shuningdek, yosh tadbirkorlarga biznes boshlash jarayonida uchraydigan to'siqlar, zarur huquqiy maslahatlar va moliyalashtirish imkoniyatlari haqida ham atroflicha ma'lumot berildi. Mazkur seminar yoshlarning tadbirkorlikka qiziqishini kuchaytirish, ularning yangi g'oyalar orqali ilhomlantirish va kelgusida o'z loyihalarini amalga oshirishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.